2025-yil 23-noyabr o'z ish kunini boshladi. Asl uy-joy jamoasi, assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? Yana bitta xonadon o'z egasini topdi. Farg'ona shahar asl uy-joy savdo orqali. Do'stlar, eslaringda bo'lsa, biz Farg'ona shahar Mingdonobod hududi Mashina bozori shundoqqina oldida joylashgan 4 qavatli Novostroyka kirpichniy domda 2-qavatdan do'stlar 3 xona 58 kvadrat metrdan iborat bo'lgan ushbu fayzli xonadonimizni sotuvga qo'ygandik. Ushbu xonadon do'stlar bizning kanalimiz orqali sotilibdi. Uy egalari bizga qo'ng'iroq qilib, Sergey Azizbek xonadonimiz sotildi. Shuni sotilganligi haqida obunachilaringizga ma'lumotini berib qo'ying. Sizlarga ham kattadan katta rahmat deyishganligi uchun sizlarga do'stlar ushbu xonadonda sotilganligi haqida ma'lumotini berib o'tishni lozim deb topdik. Ilohim sotgan insonga barakasini bersin. Olgan inson ushbu xonadonda yaxshi kunlarni o'tkazishlikni Allohdan so'rab qolamiz. Siz u bizga ham shunaqangi fayzli, chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Havas qilganlar izohlarda inshaalloh so'zini yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Agar Farg'ona shahar ichi yoki shahar tashqarisida sotiladigan hovlilar, yer uchastkalar, Novostroyka domlar, oddiy kvartiralar, undan tashqari kottej, high-teklar, noturar binolar sotmoqchimisiz? Unda men sizga Farg'ona shahrida yagona bo'lgan asl uy-joy savdo YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarini taklif qilaman va tavsiya qilaman. Agar siz bizga ishonib reklama xizmatlaringizni kanalimizga joylaydigan bo'lsalaring, sizlarda ham xonadonlaring tez, qulay, oson, ishonchli tarzda sotilib ketish imkoniyati juda ham yuqori. Shuning uchun do'stlar, sizlarni hamkorlikka chaqirib qolaman. Telefon raqamlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90 535 1900 va 90 533 92 11 24 soat davomida sizlarda xizmatlaringda. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Azizbek uning jamoasi bo'ldi. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa 1 dan 5 son bo'yicha baholab, uy sotmoqchi bo'lib yurgan insonlarga shundoqqina jo'natib qo'yinglar. Keyingi videogacha xayr.